Salom, bugun nemis tilida konjunktiv xatti bag'i wurdeni o'rganamiz. Xatti bu Bacharen fe'lining o'tgan zamon shakli. U ega bo'lish ma'nosida ishlatiladi. Misol, ich hatte ein Auto, menda mashina bo'lsa edi. Er hatte viel Geld, uning ko'p puli bo'lsa edi. Ware bu sein fe'lining konjunktiv ikki shakli. U bo'lish ma'nosida ishlatiladi. Misol, ich ware Lehrer, men o'qituvchi bo'lsam edi. Ich ware glücklich, men baxtli bo'lsam edi. Wurde bu boshqa fe'llar bilan ishlatiladi. Formulasi wurde plus infinitiv. Misol, ich wurde gehen, men borardim. Ich wurde Lehrerin, u o'qir edi. Qisqa qoida, haben xatti odatda ot bilan, sein ware odatda ot yoki sifat bilan, boshqa fe'llar wurde plus infinitiv. Shunday qilib xatti ware wurde yordamida og'zu shartli gap va muloyim iltimoslarni aytish mumkin.